Nexia mashinasini pasatka qilish hozirgi kunda moda bo'lyapti, lekin bu narsani ko'pchilik xato qilib qo'yapti. Bu videoda to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Ko'pchilik bu narsani cho'ktirishda, pasatka qilishda, ya'ni o'zbek tilida, xalq tilida aytganda mashinani cho'ktirish, pastlatish deyiladi. O'sha narsada old-orqani cho'ktirishda xato qilib qo'yapti. Birinchi xatosi orqa prujinani ko'p qizdirib olinyapti. Buni yengil qizdirish kerak yoki da buni qora, xuddi shuni rabnoy prujinalari bor, rabochiy. O'sha narsani qo'yadigan bo'lsangiz ham mashina sizga kerakli darajada cho'kadi. Ko'rib turibsizlar, buni qizdirilganda sinib ketgan, xuddi shu holatga kelgan. Bu bitta emas, ikkovsi ham qizdirilgan hamda yurgan kilometri bir kun, 2 kunga borgan, 2 kunda xuddi shu ahvolga kelgan. Xo'p, orqasiga prujina rabochiy qo'yasiz. Optik yaxshiroq odam paslatish kerak. Undan tashqari oldiga prujina lasetka qo'yib qo'ygan, ko'rib turibsizlar, bo'yi ancha past. O'sha bo'y pastligini hisobiga akamiz uradigan bo'lib qolgan. Ya'ni отбойный rezinkasi, chaskasi bo'ladi, mana stakan bo'ladi. Xuddi shu narsa tushganda oxiriga tegib qolgan, daqillatgan ovoz chiqadi. Bu narsa albatta xato. Prujinadan cho'ktirib bo'lmaydi oldini. Sababi ovoz kaltaning hisobiga daqillab urib qoladi. Sizga komfortli, zavodskiy holatga qo'ygan holatda amortizatorda, stoykasida xuddi shu joyi bo'ladi. Mana shu joydan ko'rib turibsizlar, o'zi qorayib bilinib turibdi. 2 sm pastga tushirilgan. Kesmasdan shunday holatda qilsa bo'ladi. Buning sababi prista qilish kerak hamda ozgina ishi bor, hamda murakkabroq ehtiyot qilib qilish kerak. Bo'lmasa mana bu amortizatorda stoykasini o'ldirib qo'yish mumkin. Prista ehtiyot qilib xuddi shu holatda cho'ktiriladi hamda zavodskiy prujinasini qo'yasizlar, oldi sizlarga yoqadigan darajada past bo'ladi hamda yumshoqligi oldingi holatda qoladi. Bu videoni ustakalariga hamda mashinani paslataman degan akalarga jo'natib qo'yishingiz chiqmasin.